Assalomu alaykum yig'ilishimiz qatnashchilari. Men Amonov Ahmed. Sal balandroq gapirning. Kasbim doktor, mutaxassisligim terapevt, gastroenterolog, igroterapevt va fizioterapevt. Xo'sh, biz xalqaro ittifoq xalqaro yozuvchilar va tabiblar ittifoqi a'zolari bilan tashrif buyurganmiz. Tashrifimizning asosiy maqsadlarimiz tarixiy joylarda sayohatda bo'lish va o'zaro davlatimiz o'rtasidagi do'stligimizni mustahkam qilish va sog'lomlashtirish mavzusida o'zaro ilmlarimiz bilan almashish maqsadida. Guruhimiz va ittifoqimiz rahbari afsonaviy inson, doktor, kardiolog, fizioterapevt, psixoterapevt, bir necha medallar sohibi, Dog'iston davlatining qahramoni Mullazuhur Tohiri rahbarligida va bir necha qolgan a'zolarimiz Gunogon kasb va xalq tabiblari birgaligida tashrif buyurganmiz. Xo'sh, shu sog'lomlashtirish mavzusida ba'zi bir suhbatlarda aytib o'tamiz. Mana bu kishilar ham aytdi, sog'lomlashtirish har xil yo'nalishda bo'ladi. Men hozir bir kamroq sog'lom turmush tarzi, ya'niki ZOJ deyiladi, здоровый образ жизни haqida ba'zi bir joylarini aytib o'tmoqchiman. Hozirgi yangi Germaniya tadqiqotlariga asosan, agar inson sog'lom turmush tarzini 40 yoshigacha boshlasa, bu inson umrini 17 yilga uzayishiga sababchi bo'lishi mumkin. Keyinroq 50 yoshdan keyinroq boshlasa 6 yil uzunlashishiga sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizlar hamchun tabiblar, doktorlar bu sog'lom turmush tarzini tatbiq etish va joriy etish masalasida katta hissamiz qo'shishimiz kerak. Birinchi, bu masalada o'zimizdan boshlash yaxshi, ya'niki har bir tabib yo doktor yoki shu tibbiyot sohasini faoliyat yurituvchi insonlar bu tartibga rioya etib xalqqa hamchun namuna bo'lishiga bu juda katta manfaat bo'ladi. Qolgan insonlar bu sohadagi insonlarni kuzatib yanada ham chuqurroq shu sohaga qiziqib va amal etishga juda sababchi bo'lishi mumkin. Sog'lom turmush tarzida asosiy joylari bu birinchi to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish masalasida e'tibor beradigan joylar bu yeyotgan ovqatlarda tanamizga bo'lgan ta'sirlari. Endi ko'proq biz lazzat tarafiga e'tibor beramiz, lekin bu hamchun lazzatli bo'lishi mumkin, lekin bizga zararli bo'lishi ham mumkin. Misol o'rnida shirin mahsulotlar iste'mol qilish o'ta lazzatli, lekin zararli. Sho'r mahsulotlar ham xuddi shunday. Va ikkinchi joyi ovqatni ko'p chaynash masalasi. Bu masalada o'rta hol eng kamida 15 marotaba, 20 marotaba to 25-30 marotaba har bir luqmani chaynash tavsiya etiladi. Bu juda bir yaxshi jarayonni yuzaga keltirib, fermentlarni ko'p hosil bo'lishiga sababchi bo'lib, o'ta organizm uchun foydali. Insonni yoshartirish yoki sog'lig'ini saqlashga juda katta manfaat bildiradi. Ikkinchi joyi, xo'sh, bu sog'lom turmushga joriy etish, jismoniy faollik va dam olishni yaxshi rejalashtirish. Inson bu masalada ham juda katta e'tibor berish kerak va keyingi zararli odatlardan uzoqda bo'lish yoki zararli odatlarni o'z hayotiga joriy etmaslik va asosiy bir insonning ruhiy holati, ya'niki inson hamma vaqt stress holatlari bilan kurashish kerak. Qancha bo'lsa o'zini hayotida stressni pasaytirish kerak va yana bir holatlari bu inson o'zini organizmini chiniqlashtirish, ya'niki mustahkamlash. Bu asosan sovuq, issiq badanga bo'lgan ta'sirlaridan o'qiladi. Bu anovlarni yana chuqurroq o'zlaringiz ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Xo'sh, ikkinchi yana sog'lomlashtirish yoki shu davo shaklida hamchun doktor sifatida bizlar so'z bilan davolash uslubini ham chuqur qo'llasak, bu ham yaxshi natijali bo'ladi. So'z bilan davolash bu necha turlarda bo'ladi. So'z bilan davolash, she'riyat bilan davolash,
ovoz bilan davolash. Mana shu uchun bizni ittifoqimizda shoirlarimiz, yozuvchilarimiz borki, bu she'riyat ham insonga juda yaxshi muolaja ta'sirida ta'sir etishi mumkin. Xo'sh, keyin bu borada yaqinda mana 2026-yil ustozimiz Mullo Zuhur Tohirning kitobi chop etilgan, Silovaterapiya. Bunda yana ham chuqur darj etilgan shu masala. Bu kitobda asosiy yana bir qiziq joyi, ustozimiz o'zini sxemasini yaratgan. Ya'niki sog'lomlashtirish 100 yildan ko'proq yashash. Bu sxema 1 yillik bo'lib, bunda hafta davomida, oy davomida, yil davomida qanaqa usullarni bajarish va nima mahsulotlarni qanday tarzda, qanday dozada iste'mol qilish purra aytib o'tilgan. Bu kitobda oxirida mana bunday sahifada joylashtirilgan. Bu necha bir tavsiyalar, bu yerda aniq tavsiyalar yil davomida har bir inson, nayinki bemor inson, har bir sog'lom inson yanada ham sog'lom bo'lishi uchun bu anovlarda amal qilsa juda katta foydali bo'ladi. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ustozimiz shu o'zi faoliyati davomida bir nechta biologik aktiv faol moddalar yaratgan. Xo'sh, tabletka ko'rinishida, choy ko'rinishida bu ikkita biologik aktiv faol anosi haqida men kamroq fikr bildirmoqchiman. Bu firulaxet va zamch. Firula bu asosan o'simlikdan olingan bo'lib, zamch bu o'zbekchasi yana achchiq tosh deyiladi. Bu mineral. Bu ikkalasi qo'shilib tanaga tavsiya etilganda juda katta yaxshi o'zgarishlar, immun sistemasida immunitetni ko'tarish, immunitet ko'tarilgan paytlari viruslar bilan kurashish osonlashadi. Maxsus virus gepatitlar bo'yicha ham yaxshi va ichki ovqat hazm qilish sohasiga hozir ustoz dars etib ketdi. Yallig'lanish, gastrit, yazva holatlarida ham bemalol yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi va insonni asab sistemasiga ham, asab ruhiyat holatiga ham yaxshi ta'siri bor. Xo'sh, endi biz reklamatga rioya qilishga qilamiz, vaqt ko'p cho'zilmasin. Shu o'rinda akamiz Orifjon akaga ham katta o'zimizni minnatdorchilikni bildiramiz. Bizni mana bunday qabul qilib, yaxshi qilib bir yaxshi do'stona bir uchrashuv sababchi bo'lganligi uchun hammalaringizga rahmat. Hamma sog'lom bo'lsin.